Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xayrli kun barchaga, barchani Navro'zi ayyom bilan chin qalbimizdan muborakbod aylaymiz. Qolaversa, hayit bayramlari bilan barchangizni muborakbod aylaymiz. Bugungi dasturimizni, ko'rsatuvimizni yana bir lirik chekinishimizni boisi albatta Navro'zi ayyomga bag'ishlanadi azizlar. Respublika Navro'z tadbirida ishtirok qilib kelgan Xorazm viloyati Yangibozor tumanidan albatta akalarimiz, ukalarimiz, albatta ularni chiroyli suhbatlarni olamiz birgalikda. Chiroyli qilib bitta layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, kanalimizga obuna bo'lsangiz, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, bag'oyatda xursand bo'lardik. Albatta birinchi kattalarimizdan boshlaymiz. Ustoz san'atkorlarimizni munosib izdoshi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi tomonidan berilgan eng yaxshi xizmatlari uchun ko'krak nishoni sohibi ustozlarimiz bir qator rahmatli ustozimiz Ortiq Otajonovning suyukli shogirdlari, qolaversa Azamat Otajonovning suyukli shogirdlari, albatta Qonliq akamiz Otajonov, barcha respublikamizni ahli, aholisi ko'pchiligi taniydi akamizni. Albatta zo'r, ma'noli, mazmunli qo'shiqlari bilan, jonli ijrodagi taronalari bilan xalqimizni ko'nglidan chuqur joy egallagan shovvoz san'atkorimiz. Yana bir bugungi o'zimizni iste'dodimiz Xorazm viloyati Yangibozor tumanidan Otamurod Rimboyev ukamiz yaqinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan chiroyli sovg'alarni taqdim qilindi ushbu ukamizga. Albatta BYD mashinalari bilan taqdirlandilar prezidentimiz oldida. Ko'zlarini yummasdan, hayajonlanmasdan chiroyli qo'shiqlarni kuylab, mana shunday zo'r e'tirofga sabab bo'ldilar. Viloyat hokimimiz ham chiroyli torlarni sovg'a qildilar ukamizga. Albatta ularni barchangiz bilan suhbatlarni olamiz. Intervyumiz maroqli tarzda o'tadi degan umiddamiz. Sizlarni zeriktirib qo'yishga niyatimiz yo'q azizlar. Shuning uchun suhbatimizni boshlaymiz bir chekkadan. Ushbu viloyat respublika tadbiri mobaynida bir hafta 10 kun yo bo'lmasam bir oycha tayyorgarlikda yurdinglar. Safardagi taassurotlar, qiziqarli suhbatlar, qiziqarli jarayonlar, kulgili vaziyatlar, sahnadagi hayajonlar hammasi haqida o'rtoqlashamiz. Avvalo ekran orqali azizlarimiz bilan salomlashib olamiz. Qonliq akamiz Otajonov. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Hammangizni shu kirib kelgan yangilanish, yasharish, Navro'z ayyomi bilan muborakbod qilaman. Qolaversa, shu Ramazon hayiti hammamizga qutlug' muborak bo'lsin. Shu kungacha tutgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin, ularning savoblarini bahramand qilsin. Xudo xolasa bugun Xorazm viloyatining uyimizga keldik. Bizni ham bir ozgina bir hissamiz singdi. Respublika Navro'z bayramida ishtirok etdik. Alloh taolo buyurgan ekan, bordik, xizmat qildik. Nolini vermang degan ashulamiz bilan chiqish qildik. Albatta xalqimizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Xudo xolasa bundan ham qaynab ijodlarimiz bor. Bu yoqda hali ijodimizni davom qildiribmiz. Yana zo'r ijodlarimiz bilan sizlarni ko'ngillaringizni, dillaringizni xushnud qilish maqsadida ijod qildik, Xudo xolasa. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi, YouTube ijtimoiy tarmog'ida, Instagram ijtimoiy tarmoqlarida Qonliq akamizning Qonliq Otajonov kanallari mavjud. Kanallariga ham bazo bo'lib qo'yamiz. Ularda o'zlarini albomlarini, yangi qo'shiqlarini premyera qilib, albatta jonli ijroda kuylab o'tganlar hammasini videolarini bitta tomosha qilsanglar, qo'shiqlarning mazmuni, ma'nosi haqida, qolaversa jonli ijrodan bevosita bahramand bo'lasizlar azizlar. Albatta Nolnavermang qo'shig'i zamonamizga haqiqatdan mos bo'lgan, chiroyli tarzda ijro qilingan. Albatta yurtdoshlarimizni ko'nglidan chuqur joy egallab degan umiddamiz. Qonliq akamizni yana oldindan xudo xolasa 10 ta qo'shiqlari tayyor ekan. Xudo xolasa yozga premyera qilamiz deyaptilar. Shu premyeralardan ham YouTube kanallariga a'zo bo'lgan holda birinchilardan bo'lib bahramand bo'lasizlar degan umiddamiz azizlar. To'g'rimi? Goho unday, goho bunday bu hayot. Kimlar sabr qilar, kimlardir faryod. Sabrli qul bora bo'lar shod.
Xudo bergan gününe nolini olmang degan ashulamiz bilan ishtirok qilib bergandi. Albatta, har bir o'tgan kunimizga shukr qilish kerak azizlar. Nollayvermang deb yurakdan chiqarib aytilgan gaplar. Safar davomida 10 kun, 15 kun yurgan bo'lsalar, kimdir nima deb nolisa yoki nimadir deb qo'ysa, nollayvermang degan gap moda bo'lib ketganda, polniy bitta kollektivda hamma nimadir desa, ertaroq vaqtliroq tur desa, bir pas qo'ying desa, nollayvermang. Faqat shu gap bo'lganda. Endi safardagi qiziqarli jarayonlar haqida ham, Otamurod ukamizdan ham ozgina fikrlarni eshitsak. Avvalambor assalomu alaykum. Navro'z bayrami bilan barchangizni tabriklab qolaman. Yangilanish, yashaymiz, faslga kirib ketib, vaqtingizni bahor fasli ham. Safardagi qiziq nimalar bo'lsa, kecha Navro'z bayramida Norim ashulosini ijro qildik. Hujjatni olib, surxondaryolik bitta Muhammad Ali ismli do'stimiz bilan birgalikda qo'shiq ijro qildik. Hozir aytgandek, kollektivda sarbanimizda bo'lsa, formatsiya ustozimizni nolani deb shu qo'shiqni yangraytirib berdi. Hamma ashulachi, Xordim fakir jamoasida hammasini yod bo'ldi shu qo'shiq. hammani o'zi ongiga singib qolgan avtobusda Toshkentdan Xorazmga kelguncha ham faqat shu qo'shiq ijro qilinganda, istoriyalarni ko'rsangizlar ham shu qo'shiq, YouTube'ni ko'rsangizlar ham shu qo'shiq ketaveradi. To'g'risida nollayvermaslik kerak. Mana muxlislarimiz o'tgan safar Otamurod ukamizni birinchi prezidentimizdan sovg'alarni olgan paytda birinchi bo'lib hammadan oldin intervyu olganmiz ukamizdan. O'sha intervyumizda nolinib, aka o'zingiz faqat o'zingiz gapiribsiz, Otamurod hech nima demabdi deb ko'plab kommentariyalar yozilgan ekan. Endi ukam senga beramiz navbatni, to'xtatmasdan o'zing gapir deyapti. Haydonlar qanaqa bo'ldi? Tayyorgarlik jarayonlari qanaqa bo'ldi? Tayyorgarlik jarayoni juda ertaroq boshlandi. Biz 3-marta borganmiz. 3-martdan boshlandi shu 20-martgacha tayyorgarlik. Zalda bo'ldi, keyinchalik maydonga o'tdik. Maydonda juda nimalar juda xato qilsa boshidan chiqadi. Nima deydi? Biroz tayyorgarlik juda ajinda bo'ldi. Shunga yarasha hozir chiqishni qildik. O'zimiz. Bu chiqish bo'ldi. Qiziqarli voqealar, taassurotlar bo'ldimi? Taassurotlar, Kulgili holatlar. kulgili holatlar endi O'zi buni yurgan joyi tashrif bilan ko'ngli holat bo'ldi. Mana biz xursandmiz. Yangi bozorimizdan, Xorazmdan mana shunday iste'dodlar, o'zimizning iste'dodlar chiqqanidan juda xursandmiz. Albatta bundan keyingi ijodlarda ham har ikkalangizga muvaffaqiyatlar, omadlar tilaymiz. Eng oxiri O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston xalq artistlari bo'lib yetishingizga tilakdoshimiz ustoz san'atkorlarimiz yo'llarini bersin ilohim. Xonda akamizdan safardagi qiziqarli jarayonlarni birgalikda tinglaymiz. Safarda uncha qiziqarli jarayon bo'lishini bir sabablar nimalar topilmadidan safarga ketmasdan bir to'yga bordim. Endi bolalarga aytib qo'yaman-da. Narsalarni mashinasini to'yga ketaman deb. Hammasiga sovg'alar. Haqiqatdan tarni soldim dedim, soldim dedim. Biz ketdik dedim, ketdik. To'yga bordim. Tarni dedim, ochib qo'yinglar dedim. Xonaga, shu to'yxonani gradusini moslashib, yaxshi ne bo'lib turibdi, ta'sir bo'ldi. Apa şartlar koysalar filan başlara tanıyorlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kendimi sağlayayım tanıyorum. Yok mu tanıyorsan? Abi içini açık görmediniz mi? Onu bir de Bana de. film aldım. Toy başlanmaz sandım. Fazla bıraktım. Uzak olsan.
Endi shunaqa to'y Bolalar- jarayonlari, Bolalar ish buyur, izimdan o'zim yugur degan joyi bor. to'g'rimi? Nonlavermang deb qo'ydik-da. Umri ziyoda bo'lsin, akajonlarimizni, farzandlarimizni ilohim. Mana shunday ham to'ylarda ham qiziqarli voqealar san'atkorning hayotida, ijodida juda ko'p bo'ladi.